Assalamu alaykum Uyghur televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga hoş geldinglar. Bugün biz Nabijon Ala efendim bilan suhbat elib bormoqchi. Nabijon efendim, kanalımıza hoş geldiniz. Rahmat, hoş bulduk. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Xitoy raisi Xi Jinping Afrikadagi ziyoratini oxirlashtirib, Beijingga qaytmay, Udul Sharq Turkistonning Urumchi shahriga tushgan. Bu nimadan derak berdi? Rahmat sanırım. Aldı bilen ben bu kanalı teklif kılganlarga yani bir kıtım rahmat eytimen. Şunu bilen birge o sorgan sualınızı kartta. Hazır matbuatlarda bu Xitayning Xi Jinping'ninki Afrikadan Udul Sharq Turkistonning Urumchi poytaxtiga berip bu yerda bir qator yig'inlarni qilgan hamma axborotlar kun tartibga kelgan bo'ldi. Bunun da hammasi nihoyatda buning harakatidan bu yerdagi ahvolning jiddiyligini, ya'ni Xitoyning u yerdagi yig'in bilan bog'lanish bo'lganligini va yoki Sharq Turkistonning bir yo'l, bir balbal yo'ldagi strategik o'rnining yana bir qitim nihoyat muhim ekanligini yana bir qitim ko'rsatgan bo'ldi. Chunki Xitoyning bu qitimki Afrikadagi bu kesak yig'inlar yig'inidimi bu 5 davlatlar elib borgan asosli maqsadimi shu nimati. Keyingi yana bir g'aribga qarshi va yoki o'z oldiga bir shaklda bir yo'l ichib bundan keyin boshqa bir shaklda o'zining bir yo'l bilib kuchaytirish uchun bir qilingan yig'in edi bu. Andan keyin uning tuyuqsizlam Urumchi kirishi hozir mundaq bir ikki narsani ilgari suryapti. Birisi Sharq Turkiston hozir Xitoy qo'qqidek Xitoy deyotgandek u yerga hali qo'zg'alib ketib olgan, Xitoy qarshi turayotgan bir ahvol yo'q. Xitoy bu yerga jiddiy bir kelishning bir sababi oldingi 5 yildagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yana bir qatim ko'zdan kechirish. Chunki Xitoyning Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin bir qo'lliq ijro qilgan bir nimasi bu, projekti bu. Chunki u yerdagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqini yo'q qilmay turib, bu bir yo'l bir balbog'ni o'ngishli ilib borganligi, borolmaydiganligini hamda Xitoyning abadiy bir parchalanib ketmay uzun muddat saqlab qola oladigan bir chiqish yo'lini Sharq Turkistonni butunlay monopol qilish va u yerdagi Uyg'ur boshliq Sharq Turkiston xalqini yo'q qilish. Bu maqsadga yetish uchun bu bir yo'l bir balbog'ni cho'qim mushtarabni ijro qilishni Xi Jinping taxtga chiqqandagi o'z bir qo'lliq bir shaklda bir qo'lliq bir tutib ilib borgan bir projektning birisi. Shunga 2022 yil 7 oyning 12 kuni Sharq Turkistonga shu 2017 yili Uyg'ur qirg'inchiligi lagerini boshlab 5 yil o'tgandan keyin birinchi bo'lak 5 yillik planda 5 yil o'tgandan keyin bu xizmatlarni ko'zdan kechirishga bo'ladi. Andan keyin bu qitim yana tuyuqsiz berishimi bir yil o'tgandan keyin 5 yil xizmat qildi, ikkinchi qitim bag'a vaqtida buni degan gap aniq. Cho'qim oldidagi shu nishondan adashmaslik deganni eng nuqta qilib turib, Uyg'ur qirg'inchiligini davomlashtirish, ammo shuni bilan davomlashtirish bilan birga sayohatlikni ichib etish, ana keyin bir yo'l bir balbog'ni boshqa shaklda ilib menish qatorliq mushu yo'lni chingitish va mushu yo'lga texnik odamlarni muqimlashtirish uchun ilib jiddiy qilgan ziyoratning birisi bu. Yana bir nuqtani aytganda, bu 5 yil jarayonida Sharq Turkistonning muqimligi va lagerlar va bu yerda Uyg'urlarni tutuladigan, kuydiradigan mushu xundallar olsun, ichki organlarni oldigan doktor olsun, buni qaraydigan har qurolliq saqchi qismlari, harbiy qismlari olsun, bularni boqadigan nurg'un turmalansil chiqar, nurg'un mablag' silendi. Bu mablag' nereden keldi desanglar, 19 Sharq Turkistonning 19 Xitoyning ichki o'lkalariga bilib berib etgan, bularning hammasi o'zining moliyanisini pul ajratib, shu har biri, masalan, Qashqarning Gondong vergan bo'lsa, Gondong o'lkasi Qashqarning lagerini silishga, adibini o'rlashtirishga hamma chiqimlarni Gondong o'lkasiga ko'targan bo'ldi degandekda. Mushlar 19 o'lkaga berib etgandan keyin, setib etgandan keyin, bu yerdagi bu pullar orqali bularning qurilishini ilib borgan. Endi hozir Xitoyda ko'ryapsizlar, iqtisodiy uy mulkchilikning gumron bo'lishi, anandagi paychikning gumron bo'lishi deb iqtisodiy bir turkum yemirilishlar bo'ldi. Bu yemirilishlar avval nerede ko'rildi desanglar, har qaysi o'lkalarda ko'rildi. Mana buni o'lkaning eng dastlabki
nimesi misali Yunan ülkesi. Xitayning Yunan ülkesi bütünlüğü özünün aşı iqtisadiyyatın konkuş bolğanlığını veyran bolğanlığını e'lon qilgan bo'ldi. Bunun bilan birga meyli Xitayning ichida bo'layotgan ömürlük va boshqa tijoratlar keyin ma'vu Xitayning virus bilan nurg'un narsalar qapsilib qilib, nurg'un narsa setish chiqarilmaydi degandek, uning ustiga xalqaroning Xitoydan bunday asosda zavod korxonalarni olib chiqib berishi Xitoyning iqtisodiyotiga cho'ng ta'sir qildi. Bu ichki tashqi ta'sir bilan Xitoyning Yunandek ülkeleri bunday vayron bo'lishga kirib bo'ldi. Bu vayron bo'lish kirib bo'lgan bilan endi bu Sharq Turkistonga sinayotgan bu 19 ülkenin iqtisodiy ahvolida yemilish bulamdi bo'lmamdi. Çünkü Sharq Turkistonda mı Xitoy nima deydi desanglar, yordam berayotgan ülkenin birisi. Çünkü bu namarat deydi. Bir yerde halkımız bir soru soruş mümkün. Oy bu bizden neft çıkıvasa, altın çıkıvasa, bütün mineral, organik, yarası baylıkman bürü, jigirim ne çıkıldı, bizden çıkılgan dostu. Neymiş için namarat deydi Xitay diye vaxtıda. Ayadan çıkan baylık, neft olsun, gaz olsun, meyli hem nesi olsun. Xitayning bevosita mana Sharq Turkistonga nimasi kirmaydi maliyasiga. U dul Xitayning Beijingning maliyasiga kirdi. Davlat maliyasiga kirdi. Shuning uchun ayada chiqayotgan kirimni Sharq Turkistonning kirimi hisoblamaydi Xitoy. Xitoy davlatning kirimini hisoblab, mandaq shaklda boshqurdi. Shunga bizning qarmay neftligimi biz ishlagan bilamiz. Qarmay neftligiga ajratgan pul 1% mi 2%. Neftning 1%, 2%ni bu şekilde xalqning maaşı ve başka ul əsləhələrini küçəytiş üçün ara 2% verir. Bu şimdi 5%'e östürmüzdə biz o vaxtda aşınamın nemisini xitken Xitayla bu şununla 5% östəyən olsa texima iş xidmətlərinin maaşı aşdı, o dediğin geplər aşmaqlarda biz anlaydık. Demek bunu da görürüz oldu ki bütün meyli tarım neftlik olsun Şərq Türkistan'da bütün çıxılan baylıq Xitayның nemisiga qaraydı. Xitayning davlat maliyasiga qaraydi. Shunga Sharq Turkiston maliyasiga qaramag'achqa Sharq Turkiston maliyasini kambag'al namarat maliya qilib turib, ana keyin boshqa yerdan kirib manda bergan qildi. Shu ayardan chiqqan neft Sharq Turkiston xalqiga yetib oshgan bilan ma'lum 1 milliard Xitoyga choshgandan keyin uning nimasi naitdi. Kichikilab ketgan gapda persenti. Shunga Xitoy bu narsani ko'z tutib ayarga maliyani ayrim tutayotgan narsa. Shunga Xitayning maliyasida masala ko'rilganligi uchun yana bir nuqtadan maliyani qanday bu bo'shliqni qanday to'ldirma, bo'shliqni to'ldirib, endi yana muqimlikni shu chiqayotgan shaklda buni qanday tadbirni olaman degan nuqtada Xitoy olib bilan kesak yig'indagi davlatlar bilan birlikka bo'lgan 14 milliard Amerika dollari fondi ta'sis qilib ularga bir mablag' berilgan bo'ldi emasmi? Bu mablag'ni chiqarish uchun ve bu yolunu devam kılış için çokum Şərq Türkistan'dan ötüş gerek. Şərq Türkistan'ı çokum kontrol kılış gerek. Şərq Türkistan'ı çokum Xitayning projeki buzulup ketmeydiği en stratejik nokta Şərq Türkistan boğalık için Xitayning birinciden bu yerdeki Uyghur kırgınçılığını devamlaştırış için signal vererek geldi. Yani birisi ayaki iqtisadi boşluğunu toldurış için, qanday qilish için bir hikaye oldu. Ben bu işlerden qarayman. Sanırım. Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning e'tiqod qildigan islom dinini xitoylashtirishni davomlashtirish kerakligini ta'kidlagan. Bu nimadan derak berdi? Xitoy endi bizga kelayotgan, ya'ni Xitoy eng yaxshi tushundi, men dedim-ku, bizning nimalarda da'vatim, programmalarda Xitoy bizni nihoyat yaxshi tushundi. Bizning ortiqchilik kamchiligimizni nihoyat yaxshi egallab, bizni na'dan bichit qilishni biladi Xitoycha. Na'dan vayron qilishni biladi. Shunga bizni tutib turayotgan diniy madaniyatimiz, e'tiqodimiz mushuni eng yo'qotishni asos qiladi. Agar buni yo'qotayotgan vaqtida men millatni tutib turolmaydi. Men millat bo'yicha o'zini saqlab qololmaydi. Bizning hozirgacha mana 1000 yildan ortiq yerda o'zimizning madaniyatini, kulturini, islom e'tiqodimizni Allohga yaragan shaklda qulchiligimizni davom ettirishimizning eng tub sababi medeniyetimizden, birçok kiyinişlerimizden tatip, doppularımızdan tatip, muşların hemmisi bizim İslami nimetin kelgen. Muş doppularımızdan, kırlardan, müşahedeki neşkışlarımızdan tatip, kanvay köyneklerimizdeki adlar hemmisi muşu İslam medeniyetini kubul kılan nesler bu çok. Öğütümüzden otur kopap, edep ahlaklarımızdan kopuşumuz, yetişimiz tatip, içişimizden tatip, hemmisi İslam medeniyeti. Allah Teala Peygamberimiz biz üretken alette biz şunu kabul kılıp şu şekilde devamlaştırdık. Şunu ki evlatlarımızda şu şekilde terbiyelep geliyorlar. Şuna bunun arabesi
Xitoy bilan farqimiz qolmaydi bizda. Shunami? Xudayliq yemeklikdan ağrımay, halal haramdan ağrımay yeyişimiz, anan keyin Xitoyla o'tirib qo'pishimiz, aşırı o'xshash harakat qilishimiz. Xitoy buni o'ziga o'xshash qilish uchun cho'qim dindan ayritish kerak. Shunga bizning qurollarimizni ko'ydirayotganlari, masjidimizni chaqayotganlari, dinni odamlarimizni, dinni zotlarimizni yo'q qilayotganlari shu. Buni butun üzütümüzden. Şunu bunu yo'q qilish uchun Xitoylar bu da yaqinning yog'i shu narsani yapib chiqdi. Uni oldidan batdi böyle Uyg'urlarni ülep ketgandiki musulmonlar musulmoncha dafn qilishni yo'q qilgan. Endi qanday qildi desanglar, partiya a'zolari Uyg'urlarni boshdan partiyaga kirib qasam berib partiya a'zosi degan nomga kirib qolgan bo'lsa, ular ülep ketgan bo'lsa, Xitoyning qanday qo'liga nima taqab, qanday ta'ziya bildirib, miyitni qo'yib, ayda qilgan bo'lsa, Uyg'urlar shuna qiladi. Agar uning qarshi chiqqan bo'lsa, partiyaga kirganda men partiyaga partiyaga kirishni oldingi sharti hech qanday dinga ishonmayman. Partiyadan boshqa ishonmayman deb kirdi uchun. Shunga siz boshda madam o'lgan vaqtda o'lishdan oldida partiyaga kirgan. Nima deb qasam berganda, shu qasamni ro'yga asosan partiya a'zosi bo'lsa, cho'qim boshqa Xitoyning ta'ziya nuqtasi bo'yicha qilsiz. Meyitlarni shundan uzdisiz degan amal yo'q. Onun yana bir nuqtada İslam dininden ayrı bitip, tilimizden ayrı bitişle birge, bizni Xitoylar qanday qilyapti desanglar, anan keyin Xitoy zihniyati bilan, Xitoy zihniyati bilan yashasang, araq ichsang, Xitoy bilan qanday shaklda Xitoydek madaniyatni qabul qilib, ashuldan kiyimini kiyib, ashuldan o'xshashchanchilik etib, ashuldan yashalsang, sen hayot qilsa deydi. Unda bo'lmasa, seni lagerga solayman, lagerdan o'ng'shalmasang, turmaga solayman, turmadan o'ng'shalmasang, ichki a'zolaring elib segibdimi? Deb mushun artıq narsani qilmadi Xitoy. Ham shuni qilyapti. Shuni bilan birga yana birisiga sayohatchilik nuqtasini bir qism shaklda ichib o'tganda qiyofat kirib turib, hali dunyodagi ikinci programmamizda islom ellerini ekilish va nima ekilish. Islom ellerini qanday aldayapti? Hamda dinimizning bu yerda bizga anda yo'qtiyapti Xitoy. Ini Xitoylashsa, islom dinini ijro qilsa, islom dinini ko'ngzining ideyasi bilan birlashtiramiz, islom dinini xitoylashtiramiz, islom dinini sotsializmga moslashtiramiz degan shaklda harakat ilib beryapti. İçideki xalqimizga. Endi mavi kilayotgan mayli Pokistondagi islom birliklari bo'lsin, yoki dunyoning boshqa tashkilotlar, islom nomidagi tashkilotlar bo'lsin, yoki islom ellarining elchilari bo'lsin, bularni kelgandan bularga qanday tashviq qilyapti? Buni ham bizning diqqat qilgan nuqtamiz buchu. Ularga qanday tashviqot elib beryapti, ularni qanday aldayapti. Biz haqni qanday aldıganligini bilgandan keyin anki uning qarta tadbir olamiz. Unda bo'lsa bizni Daeshga bog'labdi. Bizni o Xitoyning o'zi yasab bergan, o'zi qilib bergan qurol yaraq va yoki boshqa narsalarni mushlar Uyg'urlar qildi, mushlar Uyg'urlar yasadi, mushlar Uyg'ur terrorchilar bir shaklda terrorlik harakatlarini shug'ullanib chiqqan. Biz bularni bunday qildik. Bular Daesh degan dunyoning hammasidan qilgan bir tashkilotga berib, shu yerni a'zolab, shu yerdan mandaq nima qilganligi uchun deb boshqa videolarni ko'rsatib, ashta shaklda qilayotgan harakatlarga qarta biz shu deganda, biz asli Daesh qilmangan, Xitoy oldigan, mandaq odamlarga, bular mandaq shaklda bo'lgan degan nuqtani biz aş aldangan, aldanayotgan islom nimalarga mesela ko'rsatib, buni oldini olgan bo'lsa, nayt yaxshi. Shunga biz Xitoyning xitoylashtirayotgan mayli shu kunzi ideologiyasi bilan birlashtirish olsun, mayli Xitoyning sotsializmni birlashtirish degan narsa olsun, shu ilmiy shaklda bir ichishimiz kerak. Bunu faqat hozir nimadan Abdukim İdris efendimlar dünyanın her qaysi yerindeki islom elleri, islom tashkilotlari bilan ko'rishib buni qilyapti. Bu Abdukim İdris efendimning qilayotgan bu ishi yetmaydi shu asli. Bunun Abdukim İdrisdek necha bir o'g'lonlarning maydonga chiqib bir şekilde o'zining imkoniyati bilan buni qilmasak, bu Xitoy ma'vo qalbiga yetib ketadi. Xuddi biz hozir vatanga bormanglar, vatanga borganlarni Xitoy manda shaklda qilyapti. Bu Xitoyning aldam qolsa, bu proyektning bir qismi deb xalqimizni buningdan aldam qoltirib chiqishni to'sayapmiz-ku. Shunga bizmi islom ellarini mushtaq shaklda Xitoyning kimni Daesh qilib ko'rsatganligi, ki Daeshchini qanday Xitoy yasab chiqqanligi, bu Uyg'urlarni qanday shaklda uyaga olib borganligini, ularga bir-birlab qanday shaklda deyilganligini, bu shakldagi narsalarni shu Daesh aldangan Yevropaning o'zidan 30 mingdan ortiq odam bor-ku. Daesh xato berib qolgan. Ashunga o'xshagan shaklda mushaning qanday shakl aldangan bo'lsa, qanday shakl ashi Daesh shaklda berib qolgan bo'lsa, ashadagi Uyg'urlarni Xitoy mushu terrorlik qalbından paylanish uchun bunday shakl qilganligini biz yo'ritib berishimiz bek muhimdir. Shunga men ma'ni
ko'rmanlarimizga bir o'xshash bir tushunib kelsin deb Xitoyning qilayotgani qaysi, bizning qila oladiganimiz qaysi degan shaklda bir silishtirib berdim. To'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Xo'sh, sog'lik. Şi G'arb davlatlar tarafidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi deb qaralgan atalmish Sharq Turkiston siyosatini davomlashtirish orqali G'arbga jang e'lon qilgan. Bu nimadan derak berdi? Xitoy endi bu hozir G'arb bilan Rossiyaning mag'lub bo'lishiga ergashib, Xitoy hozir Shanxay hamkorligida bunday boshlamchilik roliga zaten uni qurgan shu ammo uning boshlamchilik rolini o'tayamayotgan Rossiya Putin bununla asosiyatini kontrol qilib qolgan. Hamda hozir Putinning Ukraina urushiga kirib qilishi va Ukraina urushida Putinning her jihatdan xo'rishi va yo'qolish girdobga berib qilishi Xitoy uchun bir fursat yaratdi. Bu qanday fursat yaratdi degan Xitoy o'zini ko'rsatadigan va o'zi bir qo'lliq buni ijro qiladigan rolga chiqdi. Bunda Xitoyga ham nima bor, ziyoni bor, ham foyda bor. Xitoy Rossiyaning Ukraina urushida davomlashtirishni, ya'ni uzun so'zlashni orzu qildi. Nima deganda Xitoy bundan foyda oladi. Qanday foyda oldi desanglar, bu Rossiya bilan Ukraina urushi amaliyotda Rossiya bilan G'arbning urushi. Ya'ni bütün G'arb ellari, chunki Ukraina G'arbga yaqinroq, Yevropa tavalliga yaqinroq rayonda bo'lganligi uchun bu rayondagi masalan Germaniya, Fransiya, Gollandiya, Shvetsiya va shunga o'xshash bütün davlatlar yordam beradigan davlatlar butunmisi Ukrainaga yordam qildi. Ham beryapti. Shunga bilan birlikda bu urush Yevropa bilan Rossiya bilan G'arb o'rtasidagi urush bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin Xitoy bu urushni qanday qildi deganda, har ikki taraf xo'raydi-ku. Masalan, nima nurg'un mablag' sarflayotdi Yevropami, Amerika nurg'un mablag' sarflayotdi, Rossiya nurg'un mablag' sarflayotdi, nurg'un adam ulayotdi, nurg'un vayronchilik qilyotdi. Endi bunda bo'lsa ikki taraf ikki qo'shqa ustsa, o'chiga foyda bo'libdi deb Xitoy bundan foydalanmoqchi. Ya'ni her iki taraf urushib, her iki tarafdan o'q to'g'ri, her iki tarafdan pul, iqtisodiy va siyosiga, iqtisodiy ta'sir bo'lgandan keyin siyosiy ta'sir qilib albatta. Unda bo'lgandan keyin buningda Xitoy bu o'tirliqdagi ma'lumotchilikdan foyda oldi. Xitoy 2001-yili 11-sentabr voqeasida foyda olgandi, o'zining foydasiga yo'llandigan shu vaqtgi vaziyatchi. Afg'oniston qilgan hujum bo'lsin, bu shekilli. Iroqning urushida o'zining foyda qilgan. Bu da Ukraina urushida o'zining foydasiga yo'llantirayotganligini ko'ryapmiz. Abiyam degandek, hozir ba'zi uchurlar oshkor bo'ldi. Xitoyning Astriddan Rossiyaga har xil jihatdagi qurol, ig'ir qurollar va zapchastlarni ta'minlab qolgan. Bu oshkor o'ttirdi. Bundan bu mezgil ahvolda bu ikkisi urush sabab Xitoy yana bir yo'ldan bir nima hosil qilib, masalan, bir yo'l bir balog'ini qayta kuchaytirish, bu shekildagi dunyoning iqtisodiy to'g'rilayotgan va müşta urushlar kriz solib turayotgan holda o'zi boshqa yoqdan yo'l yechib turib, mayli Afrika davlatlarini qo'lga keltirish olsun, mayli Janubiy Amerika, Braziliya degandek bir o'zi kesak davlatlar qatnashgan davlatlarni ularni ram qilish olsun, Meksika o'xshash bu shekildagi harakatlarni davomlashtiradi. Buning asli maqsadi G'arb bilan bunday qilib, sen nima deysanlar deydigan bir maydon hosil qilish Xitoy. O'ziga maydon hosil qilish va Xitoy bilan Yevropa bilan G'arb ellari bilan ro'baro deyishadigan bir sharoit hozirlash. Bu hozirgi vaqtda Xitoy uning qarshi tura oladiganligi aniq. Shunga Xitoy izchil turda Afrikaga mablag' silishni davomlashtiryapti. Hozir Afrikaga 12 davlatga mablag' sarfladik. Andan keyin bu ba'zi bir davlatlarning generallarini Xitoyning harbiy lagerlarda apırıp, mekteplarda okutuvatıdı ve bir yeri terbiyelep apırıp uruş sıravatı, özara işki uruşka. Bu harbiy komandalarını terbiyelep yetiştirgenken Xitayning harbiyçe ustu, harbiyçe taktik bilen terbiyelengen bu generallar, komandalar özünün dövletiga olgandan mayli o'q-to'g'ri şekilde olsun, harbiy qurol yaraq olsun, mayli taktik jihatda Xitayning ta'limini olgandan keyin bevosita Xitoyga bog'lanib qoladi. Anken A devletini tutup duruş, Xitoy bevosita askar chiqarib o'zining qilib tutup durush emas, balki aşağıdaki generallar ve prezidentler orqali A devletlerini tutup durush sharoitga erishdi va bu davlatlar orqali G'arb davlatlari kuchli bo'lgan bilan Arab davlatini qo'llayotgan nimalar davlatlar oz emasmi? Bunga qarshi Xitoy o'zining tarafdorlarini yig'ib turib
kuch hosil qilish. Ya'ni g'arb bilan g'arb texnika va iqtisod jihatda kuchli bo'lsa, odam jihati kuchli bo'lmaydi. Hammani o'zim qaz berib, hammasini qaz bilan bug'ib turib, aniga yoki bo'lmasa shunday taktika qurol yaraq yoki bo'lmasa shu joylarni tutib tura oladigan imkoniyatlarni kontrol qilib turib, men bular bilan mana tirkishman degan nuqtada ketib bordi. Buning eng strategik nuqtasi Xitoy mayli o'zining Xitoylarini yana bir nuqtadan Sharq Turkistonning yana bir strategik nuqtasi bir yo'l bir balog'ni muqimlashtirib bo'lgan ekan, bu yerda Uyg'urlarni Xitoylashtirib bo'ldi, yo'qotadiganni yo'qotib bo'lgan ekan, Tibetning suyini Sharq Turkistonga boshlagandan keyin Xitoyning mana Senshanning tuvan yaqinida 500 million Xitoy var. Senshan yerilib ketsa, hukm talqamlab bitgan, suv ostida qolgancha. Bu Xitoyning 200 millionini Sharq Turkistonga o'tkazib chiqmoqchi. Sharq Turkistonning eng kamchildigan narsa suv. Abiyamqidek Sharq Turkistonning yo'q qilib etgandan keyin ikkinchi narsa suv keladi. Suvni hal qilib etgandan keyin Xitoyni ochiq birlashtirdi. Butunlay Sharq Turkistonda Uyg'ur degan narsani qoldirmaydi. Xitoy abadiy ayani egallab yotadigan va ayadi keyin yana bir harakat chiqib qolsin, ya'ni o'zining ishsizlamda jumuqtirib deydigan maqsad yetish uchun bu shakldagi harakatlarni qilyotdi. Ham g'arb bilanmi abiyamqidek g'arbning ideologiyasiga kelmaydiganligini, Rossiyaning ajrashganidan keyin yoki bo'lmasa vayron bo'lgandan keyin Xitoyga navbat kelganligini bilgan Xitoy hozir darhol bir shaklda o'ziga odam to'plash va o'zining chevrasiga bir shaklda kuch to'plash uchun jiddiy harakat qilayotganligi mush kesikda jig'inda ko'rib olamiz deb o'ylayman. Xo'sh. Söhbətimizni bu yerdə axırlaşdıraylı. Axırda Uyğur televiziyasiga vakolatan söhbətimizin yaxşı elib berilishi uchun kuch chiqargan Nabijan əpəndimga rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Ko'rinmalarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar.